Nima takliflaring bor? Hurmatli Prezident, hozirgi kunda mana Paxasamzani betonining qadrligi 60 sm. Juda yuqori ko'rsatkich. Boeing 747 samolyoti, Airbus 350 samolyotlarini qabul qilishga hech qanaqa cheklovlar yo'q bizda. Terminalning yoniga yangi terminal barpo qilib turib, lekin aeroport faoliyatini to'xtatmasdan o'sha mahalliy международный reyslarni boshlab turib, 1 yil davomida yangi xalqaro 22 ming kvadrat bo'ladi. Soatiga bemalol 1000 ta yo'lovchiga biz xizmat ko'rsatamiz. Ishni boshlab kerak. Hamma masalalarni hal qilib, menga prezentatsiya qilasiz. Xo'p bo'ladi. Ogarlar pulni saqa deb yurt kezishar bola chaqa deb ishonavering bizga aka deb kiydiradan janchasiga kiydiradan janchasiga kiydiradan janchasiga kiydiradan janchasiga. Assalomu alaykum, Quyosh yurtning qalb quyosh insonlari. Yaxshimisizlar? Bugungi mavzuimiz tadbirkorlar haqida bo'ladi. Aniqrog'i, zulmlar ostida, uyushtirilganlik ostida tadbirkorga jabr qilingan, uni qamalganligi haqida, uning bizneslari tortib olinganligi haqida bo'ladi. Andijon shahrining Cho'lponshoh ko'chasida 12-14 ko'p qavatli eski uylar buzilib, o'rnida yangi uy qurilmoqchi bo'ladi. Endi men hozir sizlarga ularni o'sha ismlarini, familiyalarini ochiqlamayman. Faqat firmasini aytaman sizlarga. Chunki endi har xil holatlar bo'lishi mumkin. Uni yaqinlari bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun men hozir sizlarga aytaman. Zero Max House degan MCJ birinchi bor ular shu joyda olishgan va bu yerda qatlamalar qazishgan. O'sha Cho'lponshoh ko'chasi 12-14 uylarning o'rnida keyin bu yerda ish boshlangan, qatlamalar qazilgan, qatlavan qazilgandan keyin bu yerda shu fundamentlar quyilib boshlangan. Shu vaqtlarda esa uyushtirilishlar boshlanib o'tirib, buning rahbarlarini qamashgan. Qamalgandan keyin oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin bu joylarni boshqa kishiga berib yuborgan. Qanday berib yuborgan buni? O'sha Zero Max House degan MCJni so'ngra o'sha bankrot qilib, keyin bu joyni boshqa bir firmaga, ya'ni o'sha hozirgi kunda faoliyat olib borayotgan Asia Max degan firmaga berib yuborishgan. Men o'zim bordim u yerga, joylarni ko'rdim, qurilishlarni ham ko'rdim. Lekin qurilishlar hech bironta o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan talabga javob bermasligini ko'rdim. Aholi bilan aholi yashab turgan uy bilan ko'p qavatli uyni qurmoqchi, katta kran masofasi 3 metr ham chiqmaydi. Bolalar shu yerda o'ynayotgan bolalarni ko'rdim men. Bolalar shu kranni tagidan o'tishadi, boshqa yo'l yo'q. Qurilish masofasi umuman o'ralmagan, qilinmagan hech narsalar juda masalan talabga javob bermaydi qisqasida. Ben o'z ko'zim bilan ko'rmaganimda, bilmaganimda buni men yo'q bo'lishi mumkin emas derdim. Lekin haqiqatan shunday ekan. Keyin men ushbu holatlarni tezda favqulodda vaziyatlar vazirligiga xabar berdim. Favqulodda vaziyatlar vazirligining matbuot xizmati bilan birgalikda ushbu holatlarni o'rgandik.
Ular ham juda tez ishlashdi, andijon bilan bog'lanishdi. O'sha zahotiyoq, ya'ni o'sha kun o'zi 1 soatga qolmasdan joyiga borib o'rganildi, davlat tomonidan tuzilibdi va noqonuniy o'sha odamlarga xalaqit beradigan, aholiga yashash uchun xalaqit beradigan kranlarni buzib tashlashni aytishibdi. Ochiq qolgan shu u yerdagi toklar bor, ya'ni elektr energiyasidan foydalangan bular. Qonuniy va noqonuniy biz bilmaymiz, uni tekshirsa bo'ladi. Shitlar ochiq bo'lgan, u yerda bolalar o'ynaydi. Bitta qo'shnining 2 ta bolasi bor ekan, bittasining 13 ta nevarasi bor ekan. Ular shu yerga kelib o'ynagan, o'tib yurgan. Yaxshiyamki, bunaqa falokat bo'lmabdi. Demak, falokatni oldin olindi desak ham bo'laveradi. Zero Max House'ning rahbari, ya'ni o'sha yerda 50% ta'sischisi bo'lgan rahbar odam 8 oydan keyin oqlanib chiqdi. Oqlanib chiqqandan keyin qarasaki, buni o'zini firmasi bankrot bo'lib ketgan. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Zero Max House haqida gaplashmoqchi edim. Nodir aka Eminov keladilar. Ha, menman aka. Kim bu? Nodir aka, men Olimjon To'xtanazarov bo'laman. Prezident blogerlar adminiman. Bir murojaat tushgan edi, shu Bahrom aka degan insonning oilasidan. Shu masala bo'yicha siz bilan birlikda gaplashmoqchi edim. Mayli aka, bemalol. Zero Max House'ga siz ta'sischimisiz? Ha, 50% ta'sischman men. Yana kimlar bor ta'sischlardan? Shukurov Husanboy bor, Nazirov Jahongir bor. Ular necha foizdan? Shukurov Husanboy 13.75, Nazirov Jahongir 36.25. Ha, bizga ma'lum bo'lishicha, iqtisodiy sud tomonidan bankrot e'tirof etilgan ekanda bu MTCda. Aha. Haqiqatan ham bankrot bo'linganmi o'zi bu? Bankrot bo'lmagan, to'lashga qobiliyatsiz ekan deb ajrim chiqargan. Bunda hozirda sud boshqaruvchisi bu ishlarni olib borib, biz u sud boshqaruvchilariga borib aytdik. Gasinlardan xatlarni olib berdik. U yerda bizning mulkimiz borligini isbotlab berganimizdan keyin sudga ariza yozdik. Qo'rg'ontepa o'zi shu bankrot deb ajrim chiqargan sud raisi Ulug'bek Buzurxo'jayev degan yigit, yaxshi yigit ekan, chaqirib aka nima bo'lgan, holat shunday, to'laydigan sharoitim bor, mana rasmlarim, ishlagan nimalarim, gasinni o'tgan ro'yxatim, hujjatlarim menda bor deganimdan keyin bo'pti deb arizamni qabul qilib olib, menga imkoniyat yaratish maqsadida tadbirkorlarga quvvatlash yili deb, quvvatlash yili emas, quvvatlayman deb, bo'ldi aka deb menga muddat berdi. Uni bankrot qilma. O'zingiz sudda qatnashganmisiz? Yo'q, men sudda qatnashmaganman. Keyingi ariza yozib murojaat qilganimda qatnashganman, shunda imkoniyat bergan. Chunki biz o'sha ajrimni ko'rgan vaqtimizda sizda bironta joyda familiyangizni ko'rmadik-da, shunga so'rayap turgan joyimiz bo'ldi. Birinchi hukmida faqat Zero Max deb aytilgan Nazirov Jahongirni ko'rsatilgan ekan men ko'rganimda. Haqiqatda men u yerda bo'lmaganman, sababi men hayron bo'ldim o'zim. 50% ulush meniki bo'lsa qanday u mensiz bankrot qiladi. Men to'lash qobiliyatim bor, buni to'la olaman men buni. Bu yerda shuncha mulkim bor, men u yerda siz aytgan Bahrom akalar bilan birga sheriklikda qilganmiz shu joylarni. Demak, imkoniyat bor-da, shu. Imkoniyatim bor. Uni hozir sotsam ham imkoniyatim bor edi. Yoki katta bank kavlaganmiz, uni birinchi etaj, ikkinchi etajgacha olib chiqqanmiz qurib. Qanday uning imkoniyat bo'lmaydi? Ma'muriy sud haqida nima deya olasiz? Ma'muriy sudda umuman adolat degan narsani o'zi yo'q ekan, olim aka. Agar bilsangiz, birinchi Shermatov Akmal degani bor. Nihoyatda na Xudodan, na prezidentdan, na qonundan qo'rqadigan odam. Men bu odamning oldiga necha bor bordim. Bu meni filmim to'g'risida ketyapti. Bu desam, siz hech qanaqa talabsiz, tarafdormansiz deb meni hatto sudga kirgizmadi ham hatto bu. Siz Zero Max 50% ta'sirligini olib borib berdim, qarorlarimni berdim. Ta'sirlik ustavlarimdan ham berganman, lekin baribir u inobatga olmadi. Meni tarafdor deb bilmasdan meni umuman sudga kirgizmadi, qatnashtirmadi. Gapirtirmadi hatto. Hozir sudlar qaysi jarayonda ketyapti? Endi sudlar kecha apellyatsiya bo'ldi. Kassatsiya shikoyatini yozdik. Apellyatsiya muddati o'tib ketganligi uchun kassatsiya shikoyatini yozdik.
kassatsiya shikoyatida shunday bo'ldiki, yana shu Akmal Shermatovni chiqargan qarorni o'zini kuchida qoldirdi. Juda ham yashin tezligida bularga kimdir buyruq berganmi tepadan? Had desa shahar hokimi aytdi-da, bor shahar hokimi bilan gaplashinglar deydimi? Ha biz shahar hokimi o'zini ishini qilsin, sud o'zini ishini qilsin. Ha biz nimaga shahar hokimi bilan gaplashamiz? Bu chiqarib bergan deputatlar kengash chiqarib bergan bizga bu qarorni deb necha bor aytdik. Sudda qatnashdik, sudda gapirdik. Men gapirdim shaxsan. Men 50% ta'sirchiman deb siz tarafdorsiz deb meni sudda oxiri muzokara paytida meni sizni mayli ishonchli vakil deb oldi. Men haq o'tdi vaholanki vakil emas, men haqiqiy 50% ta'sirchi edim. MCJ qonunda ham ko'rsatib qo'ygan qonunlari bilan, moddalari bilan keltirib berdim. Men ta'sirchiman, men ta'sirchi deb e'tirof olishingiz kerak desam, men ta'sirchi deb e'tirof olmasdan sudni bir kunga ham cho'zmasdan hatto yopib qo'ydi. Hozir siz mana shu bo'lib turgan Andijon viloyatida bo'lib turgan suddan qoniqasizmi? Ishonasiz sudlarga? Men sudlarga ishonaman. Sababi meni viloyat sudda shahar sudda Karimov Ulug'bek degan yigit Alloh rozi bo'lsin. Bu odamning haqiqatda adolatli sudya ekan, haqiqatda prezidentimiz aytgandek sudya ekan. Men ishda sidqidildan qonuniy adolatli ko'rib meni oqladi. Meni oqladi. Undan keyin mana viloyat sudda Mirzajonov degan, mana yana undan keyin Nosirjon degan sudlar meni kassatsiyalar yozdi, prokuratura protez berib, ularda ham o'zining kuchida qolib, hozir oqlangan holatda turganligim uchun men sudlarga ishonchim juda ham yaxshi. Ishonchim. Sababi bular meni qonuniy ko'rdi. Bular meni yo ammam emas edi, yo tog'am emas meni. Qonuniy haqiqatda shu prezident aytgandek sudyalar ekan ko'rib meni oqladi. Lekin ta'kidlab o'taman, ma'muriy sudda adolatli sudyalar men ko'rmadim. Chunki mana ko'rdik sudda. Bittasi Andijonda yo'q demoqchisizda, to'g'rimi? Andijon viloyat ma'muriy sudida yo'q ekan. Chunki Siz boshqa joyga ko'chishingiz mumkin. Endi ko'chiramiz, endi boshqa joyda ko'ramiz, iloji yo'q. Sababi bu Andijonda bilmayman, haligi qora kuchlar deymizmi yo bir o'ta puldor odamlarmi yo bir tanish bilishi yuqori turuvchi organlarda odamlari bor ekan, bular hatto qo'li uzun kelib, haqiqatda bular yutdi kecha sudda. Demak, hozir siz o gapingiz ham Andijonda sudiga ishonmayapsizmi hozir? Andijonda sudiga desangiz noto'g'ri bo'ladi. Andijonda hamma sudiga demayman. Endi hali 5 barmoq bir emas. Lekin Iminda ma'muriy sudda Matmusayev Iqrorbek degan sudya boshchiligida sud bo'ldi. Shu odamlarda haqiqatda adolat degan narsa yo'q ekan. Mayli bularga ham xudo bor. Akmal Shermatov hozirda Toshkent shaharida ma'muriy sudida muavini bo'lib ishlayapti deb eshitdim. Qanday bu odamlar u yerlarda ishlayapti? Zakaz bajarganlar shunaqa tez ko'tariladi shekilli. Siz mana 50% ulushingizni olganmisiz? Shunaqa olmaganmi? Sud sizga biron narsa qoldirganmi? Yo'q, hech narsa qoldirmagan. Sudda hatto ma'muriy sudda men shuni kutdimki, agar adolatli bo'lganda hech bo'lmasa Aziya Max qayerdan keldi, nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi so'ragan ham yo'q. Bu odamga aytildi sudyalarga. Hurmatli sud hay'ati, bular 5 yil bo'ldi bu holat rozi qilib chiqarganimizga. Bizda shunga guvohimiz bor, ta'sischi bor, rahbari bor. Sudga taqdim qilamiz, iltimosnoma kirgizamiz. Shuni sudga chaqiring. Mana aytib bersa, haqiqatda bayonnoma tuzilib, Aziya Maxni Zeramax rozi qilgandan keyin Zeramaxga qaror chiqargan bu deputatlar kengashining raisi deb aytilsa ham buni hech qaysi bitta gapimizni inobatga olmadi u. Muddatan hozir muddatiga asosiy bir sabab yo'q. Shunday tanish bilishligi ko'rinib turibdi. Agar buni yuqori turuvchi, agar haqiqatda bloger bo'lsangiz, agar yoritsangiz, mana ko'rsin boshqa sudlar, adolatli sudyalar bor. Men ishonaman. Sababi men aytdim-ku sizga, meni shu sud oqladi. Sababi men sudga ishonchsizlik qilolman, lekin ma'muriy sudda yo'q ekan. Men bu odamning raisini oldiga ham kirdim. Oybek aka degan odam ekan, kirdim, eshitdi. Mayli endi qanaqa qaror chiqarsa o'zlari javob beradi dedi. Endi javob bermaydimi? Men charchadim bulardan hammasidan. Shuning uchun hozir biz yo viloyatga, yo boshqa viloyatga, yo bir Toshkentda qanaqasidir bir hududiga olib o'tmoqchimiz. Raddiya bermoqchimiz bu sudyalarga. Aka, bo'pti, yana siz bilan bog'lanamiz. Bir savollar tushib qolsa, lekin siz oldin aytib qo'yay, sizni gaplaringizni men yozib olyapman. Bir uzmasdan turib to'liq qilib efirga beraman. Bekar qishda yozib, e'tirof etmaysizmi yozaman deganingizda meni yana ham bir boshqacha gaplarim bor edi. Mayli, yana agar albatta yana qo'ng'iroq qilamiz. Men sizga aytaman nimalarni, hammasini. Sog' bo'ling. Mana o'zlaring ta'sischining
gaplarni eshitdilaringda. Ana undan keyin ya'ni o'sha qamalgan odamni yana bittasi bor. Ularga ham ko'p jabr bo'lingan. Uning ayoli, ya'ni rafiqasi biz bilan bog'landi, biz bilan suhbatlashdilar. Hozir biz ularni ham suhbatdan sizlarga qo'yib beramiz. Eshitdinglar. Assalomu alaykum. Men Berdiho'jayeva Ulfatxon Sotvoldiyevna shu Andijon shahar Istiqlol 23-xonadonda turmush o'rtog'im Berdiho'jayev Bahramjon bilan istiqomat qilamiz. Xo'jayinim Berdiho'jayev Bahramjon 2022-yil Eski shahar Cho'lpon Shoh ko'chasi 12-14 domlarda qurish maqsadida ta'sischi Iminov Nodirbek, Jalilov Anvarjon, yana Jahongir ismli fuqarolar bilan birgalikda hamkorlikda dom quraman deb 2022-yil shu o'zim yashab turgan xonadonni bankka qo'yib 3,5 milliard pul olib shu Cho'lpon Shoh ko'chasiga qurilishga sarf qildi. Hozir endi oxir oqibat Iminov Nodirbek 8 oy o'tirib chiqdi. Meni xo'jayinim Berdiho'jayev Bahramjon ham hozir sherigi Yunusov Zohidjonlar ular ham zonada salkam 1,5 yil bo'lib qoldi. Hozirgi vaqtda Iminov Nodirbekni 50% ta'sischi bu. Iminov Nodirbek. Bu bolani ham tuhmat qilib qamatib yuborishdi. Sudlarimizga rahmat. Bu bola Nodirbek 8 oy deganda oqlanib chiqdi. Lekin meni xo'jayinim Berdiho'jayev Bahramjon, Yunusov Zohidjonlar hali ham zonada o'tirishibdi. Hozir bularning sherigi Akramjon Shakarfurush va sherigi O'tkirbek tanish bilishlari ko'p ekan. Zeramax firmasini qalbaki hujjatlar bilan yo'q qilishib, Aziamax firma qilishib oldi. Hozir endi Iminov Nodirbek 50% ta'sischi, buni joylari, bunga tegishli mulk nima bo'ladi? Qayerda adolat bo'lish kerak yo'q? Bu tanish bilish bo'lib turib, firmalarni o'zgartirsa, bu yaxshi ish emas. Meni xo'jayinim Berdiho'jayev Bahramjon bilan Yunusov Zohidjonlar mana zonada o'tirishibdi. Kim javob beradi? Hozirgi kunga kelib mana o'tirgan xonadonimga davlat olib qo'yadi, MIP olib qo'yadi. Men qayerda qolaman? 4 nafar farzandim bor, 13 ta nabiram bor, 4 ta qudandalayman. O'zimizga yarasha obro' e'tiborli insonlarmiz biz shaharda. Lekin tuhmat bilan hozir meni xo'jayinim ham zonada o'tiribdi. Men endi adolatlik hukm chiqishini xohlayman. Bu Nodirbekni ham Zeramaxni qaytarib berishini iltimos qilaman. Buni qatorida meni xo'jayinim Berdiho'jayev Bahramjon, Yunusov Zohidjonlarni ham oqlanib chiqishini xohlab qolaman. 2022-yil shu Cho'lpon Shoh ko'chasidagi 12-14 domlarda qurilish boshlanganda 30 tacha usta ishlagan. Men o'zim shaxsan ustalarga ovqat qilib berganman. Xo'jayinim Berdiho'jayev Bahramjon, Yunusov Zohidjon, Iminov Nodirbeklar birgalikda usta ishlatishgan. Bunga dalillarimiz bor. Xo'jayinim Berdiho'jayev Bahramjon agar firibgar bo'lib muttaham bo'lganda o'zimiz yashab turgan xonadonimizni bankka qo'yib, pul olib qurilishni boshlamagan bo'lardi. Bu inson chiroyli domlarni qurib, xonadon egalariga topshirib, xalqni xursand qilib, rozi qilish maqsad edi. Lekin vaqt o'tib, xo'jayinimni qamatib qo'yishdi. Xo'jayinim shu yerda kotlovannigacha kavlatib, birinchi etajga chiqqan paytda turmaga kirib ketdi. Iminov Nodirbek ham 8 oy o'tirib, 8 oy deganda sudyalarga rahmat, bu bolani oqlanib chiqdi. Hozirda Iminov Nodirbek ham
Xeromax House'da 50% ta'sischisi aslida. Lekin qalbaki dokumentlar qilib Asia Max qilyapti. Buni kimga berdi? Bu o'tkir Akramjon Shakarfurushning orqasida kimlar bor? Bilamiz, ukasi Akmaljon bir paytlar sobiq endi prokuraturada ishlagan ekan, tanish bilishi ashincha ekan. Shu tanish bilishlarni yo'lga soldimi, ishga soldimi biz bilmay qoldik. Ta'sischi tirik Iminov Nodirbek, Berdihojayev Bahramjon, Yunusov Zohidjonlar hozir zonada o'tiribdi, lekin firma ham o'zgarib ketdi. Bu qonun qoida qayerga ketdi? Nimaga bu hozir mana 22-yilda boshlangan bu qurilish. Birinchi etajga olib chiqib qo'ygan paytda u xo'jayinim mana qamatishvordi, qamalib ketdi, zonada o'tiribdi, yoshi katta, 62 yoshga to'ldi hisobda. Zonada yotganda infarkt bo'ldi, insult bo'ldi, o'zi sahni diabeti bor bu odamda. Endi men sizlardan, davlatimizdan, odil sudyalardan haqiqatni chiqarib, Xeromax House'da tiklab berishinglarni iltimos qilaman. Iminov Nodirbek o'lgan yo'q, Berdihojayev Bahramjon o'lgan yo'q, bular tirik. Bular mulk egasi hisobda. Lekin qalbaki dokumentlar qilib, shu Shakarfurush Akramjon sherigi O'tkirbek, men bu O'tkirbekka sudlarda juda ko'p iltimos qildim. Ko'z yoshlarim oqdi. Bu ko'z yoshlarimni ko'rib ham ichi yumshamadi. Jon uka, sizdan iltimos. Biz ko'chada qolamiz. Bizni uyimizni shu qurilishga tikkan. Uyimizni saqlab qoling deb juda ko'p gapirdim. Hech qanaqa yordam bermadi bular. Nima endi bu Andijonda bu qonun qoida qayerga ketdi? Yaxshi niyatda uy quraman, dom quraman deganlar turmada yotishibdi. Sizlardan iltimos, hukumatim, davlatim, prezidentim yordam berishinglarni, adolatli ish ko'rishinglarni sizlardan talab qilib qolaman. Hattoki o'sha Xeromax House'ning o'rniga qurayotgan odamlar Asia Max degan korxona rahbari bilan shaxsan o'zim gaplashdim. Ko'rishdik, fikrlashdik. Men ularni misol deylik ochiq muloqotga chaqirdim, lekin ular syomka ruxsat berishmadi. Ozgina syomkadan keyin to'xtating, gapimni eshitdilar. Yaxshi dedi, lekin keyinchalik bizga intervyu berishni xohlamadilar. Lekin o'sha yashayotgan uyi buzilgan fuqarolardan intervyu oldik. Fatima opa, mana hozir biz uyingizni ko'ryapmiz-da. Uyingiz xarob ahvolda. Nima uchun bu holga kelib qoldi? 2019-yili 6-aprelda Pahlavon Shavkat degan bolalar kelib, buzamiz deb turib, shu yilga davr mana polnash 2019 qancha mana bu yilga davr qancha quruvchilar kelgan bo'lsa, mana shu ahvolga solib, tepa syomkalar tashab berganman sizga. Tepadan nimalarni tomlarni ochishib yuborgan, ustalar kelib, ochma desak ham ochishib yuborgan, yana joyga qo'yib qo'ysak joy qo'ymadi, suvlar oqib, avvalgi quruvchilar turbalarini uzib, mana shu ahvolga keltirib, nima bo'lib ketdi? Biz alohida suv tortib, alohida chiqarib oldik. Ate turba, qo'shlarni nimalarni uzdi, tepalardan uzdi mana quruvchilar. Yo'q, sizlarga mana uzyapti, sizlarga pul berildimi? Yo'q, pul berilgani yo'q. Berilmasa uyingizni buzib boshladi. Shunaqa. Necha marta qo'shlar kelyapti, g'ijig'ijlayapti, hamma Akbarjon ham, hali boshqa nimalar ham urishtiryapti. Mana Fatima o'tiribdi, mana shu Fatima ushab turibdi. Davay chiqib urishinglar deb mana syomkalari bor menda, hamma asoslari. Ko'rdim, boshqa uyning ko'p qavat uyda odamlar kelyapti, boshqa joyda. 12-domdagi biz bilan avvalgi qo'shni bo'lganlarni g'ijig'ijlab urishtiryapti. Biz bilan avval qo'shni bo'lganlarni. Edida ham toshvarang qildi, uni sizga men syomkasini tashadim, hamma asoslarimni tashadim. Xullas bu yerda bizga kun yo'q. Hali itlarni baylab ketamiz, ma'da itlarni qo'yib yuboramiz. Kirmasin deb mislardi. Asha bizga ugroza qilyapti. Yomg'irlar yoqqanda mana shu simlar rosa ta'sir edi. Keyin ondan ham masalan hadida bo'laman, ondan ham rosa fikrlab qilib, kuchli shamol bo'ladi-yu.
Mashina ham uyda olib o'tiramiz, eshikka olib chiqmaymiz. Necha yildan beri shu holda yashayapsizlar? 6 yil bo'ldi. Mana shu bolam kichkina edi, kalaskada o'tirardi, kichkina edi, tug'ilgan payt edi. Hozirlar mana shu uylar bo'yicha, shu muammolar bo'yicha birontasiga murojaat qildilaringmi? Shu yerda boshliqlari ko'p gapirganmiz. Hech kim eshitmayaptimi? Ana shu aytganmiz, ko'p oyijonim ham ko'p chiqib aytgan. Chiqib manaqa motomona yo'qmi, dom buzilishdan oldin bizga sharoit qilib beraman deganda. Sizlarga hozir kompensatsiya puli ham, boshqa bir to'lovlar ham yoki ijaraga uy olib chiqinglar degan ham yo'qmi bular? Yo'q. Keyin qurilish boshlanganda mana shu domda pasi chuqurlik bo'lgan. Bolalarimiz maktabga borardi, kelardi, mana shu yerdan olib o'tib qo'yardi. Loy, kach. Shunaqa yo'llar ham yomon. Hozir qarang, hozir o'g'lingiz ko'chaga o'ynagan chiqadigan, siz magazinga chiqadigan bo'lsangiz, biron joyga boradigan bo'lsangiz, shu katta kranni yonidan o'tib borasizlarmi, ketasizlarmi? Ha, ashuni tagidan o'tib boramiz. Chiqarmayman, o'zim chiqib, o'zim nima qilaman, qo'rqaman chiqarganim. Bu kran tagida yashagansizlar. Hozir chiqara olmaymizmi? Eshik tagiga chiqsangiz chuqurlik. Bitta bolamiz yiqilib ham tushgan, politsiyaga ham olib borganmiz. Yelkasilar tegan. Uy buzilayotgani qurilishi. Uy ichida devorlar yo'lib ketdi, yirqimlagandek bo'ldi-da. Devorlar hamma to'kilib bo'ldi. Men Atam Mirzayeva Muhabbatxon. Shu xonadonga tushganimga 35 yil bo'ldi. 10-12 ta nevaralarim bor. Shu yerdan o'tish yo'llarimiz shu yerdan. Svetlarimiz osilib yotibdi, yerlarda turibdi. Shularni chiroyli qilib berishinglarni so'raymiz. Biror joylarga murojaat qildilaring yo'l masalasi bo'yicha? Endi nechtasi kelib ketishyapti, uni endi baribir. Demak, keladi, ketadi. Ketadi endi hammasi ham. Sizlarga misol deylik, bironta uy beramiz yoki pul beramiz degan takliflar bo'ldimi sizga? Yo'q. Bo'lgan yo'q hali. Bo'lmadi. 6 yildan beri shunday holatda yashayapsizlarmi? Ha, bo'lgan yo'q. Siz nimani xohlaysiz, nima istaysiz o'zingiz? Endi biz buzilmaslikni xohlaymiz o'zi. Buzilmaslikni xohlaymiz. Bunaqasi endi joy qayerda bor? Nechta soti yeringiz? 5 sot. Nechta xonalari bor? 8 ta. 8 xonalari bor, ha? 8 ta bor. Hisorda mana shu hozir ko'rib turgan joyimizdan, mana shu yerdan o'tib borasizlar, ha, shunda ham? Shu yerdan o'tamiz, yo'limiz shu yer. Shu yerlar. A kran ishlaganda qanday o'tasizlar? Kran ishlaganda ham o'taveramiz shu yerdan. O'rganib qoldinglarmi? Ha, o'rganib qoldik. O'taqqa ham o'taveramiz. Lekin buni rahbarlar ko'rishganda buni MCS ko'rish kerak. MCSga albatta buni aytamiz. Bu mumkin emas. Sizni uyingiz oldida buni kran turishi, sizlarga xavfsizlikni ta'minlash kerak. Men hozir aytdim, men 2 ta nevarangiz hozir ko'rdim, o'tib ketib turgan ekanda. 2 ta nevarangiz, hozir 13 nevaram bor deysiz. Hali qizlarga kelishi mumkin yoqdan, boshqa keladi. Qizlarga qo'shib aytyapman, ular ham shu yerda, ularda. Mingta hijolatda keladi, to'g'rimi? Hozir shu yerda bo'lishadi endi ular. Shuning uchun aytyapman. Nimani xohlaysiz? Siz nima siz mana? Endi yo'llarimizni tekis qilib, chiroyli qilib berishni xohlaymiz-da. Qalab qo'yishgandan keyin bizga topshirilgan bu narsa. Demak, bu Katlavand qazib birinchi etaj bitgan xolosmi shunda? Yo'q, birinchi etaj bitmagan bu. Yo'q, birinchi etaj podval holatida, Katlavand deyapsiz-ku. Katlavand kalangan holatda bo'lgan. Aha. Bunga odamlarda e'tiroz bo'lgan. Hozir mana odamlar mana Kamalon. Olib turadi keyin. Tushirgandan keyin yoqorasiz kamera. Ha, mayli, o'shada so'ramiz. 3 qavatli olib qo'ymaysan. 3 qavatli uyda-da, 3 qavatli uyda. Ammo kamera olib turasizmi, olmaysan? Olsangiz ayting, gapiraman. Bo'lmasam shartman. Sizga birinchi tushuntirib olay, keyin kamerangizni yoqib bemalol gapiraverasiz. Hurmatli prezident, mana Cho'lpon Shoh ko'chasi 14-dom, 12, mana 12-dom, mana 14-dom. Shu 14-domda 8 ta xonadon yashashiga qaramasdan mana Katlavand kavlanyapti mana. Hozir biz mana nahalni o'tiribmiz mana shu 3 ta qo'shni bechoralar. Magadol kavlaymiz deyapti mana. 2 metr, 1 metr qoldiriladi deyapti. Tushib ketsa nima bo'ladi? Hurmatli prezident, yordam bering bizga. Hech qanaqa natija yo'q. Bizni aldab kelyapti xolos. Mana Katlavand kavlanyapti mana. Kavlamaysan deyapmiz, mana nima bo'lsa bo'lyapmiz. Iltimos sizdan yordam beringlar. 02 ga qildik, ular ham kavlamaysan deb ketdi, lekin natija yo'q. Bizni kirib ketishimizni poylab turibdi hozir. Mana shu yerda kavlaydi hozir. Magadol kavlasa biz qo'limizdan hech nima kelmaydi. Yordam beringlar, iltimos. Hurmatli prezident, yordam beringlar. Mana qilib o'rab tashagan. Yashashga umuman qo'ymayapti. Mana krantlarni qarang mana. Mana krantlarni qarayman.
tarafini oladiganlar ham ashuncha ko'payib ketdi. Mana Andijonda bo'lgan kichkina bir holatni ko'rdilaring. Biz uchun, siz uchun bu kichkina holat bo'lishi mumkin. Lekin biz borgan vaqtimizda Andijonning boshqa hududlarida ham noqonuniy qurilma bo'layotganligini va u o'sha qurilgan katlamonlar, quyilgan sementlar biz borganimizda noqonuniyligi bilindi shekilli, ular yopib tashlab turpog'ini ko'mib tashlaganini biz guvohi bo'ldik. Bizning maqsadimiz Andijon tanqid qilish emas, Andijon yomonlash emas. Biz haqiqatni olib chiqmoqchimiz. O'sha 12-14 uylarni o'rniga qurilayotgan ko'p qavatli uylar haqidagi materiallarimiz bir haqiqatni olib chiqsa deymiz. Bizga faqat haqiqat kerak. Biz Zero Max House'ning rahbariyatini ham hamda o'sha ularning hozir joyini olib, joyida ish qildirgan Aziya Max MC'ni ham so'zdan eshitishga tayyormiz. Biz umid qilamizki, hozir bizning efirimizga ketgandan keyin, chiqqandan keyin albatta Andijon viloyat prokurori, Andijon viloyat hokimi, Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i, o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimi, o'sha yerda boshqarmasi, soliq boshqarmasi, boshqa tizimlar borib ushbu holatni o'rganadi. Qani bu uy qonuniy qurilganmikin, qonuniy qurilmaganmikin? Bizga ma'lumot berishlaricha, hozirgi kunda bu joyda 3 metr oldinga chiqarib yuborgan ekan. Qanchalik bu to'g'ri, bu katta yo'llarga xalaqit bermasmikin? Bu mavzusida endi buni mutaxassislar, ya'ni kadastr agentligi buni o'rganishi kerak. Qolaversa, Andijon shahar hokimiyati, Andijon viloyati, Andijon shahar prokuraturasi, ichki ishlar ham albatta o'zlari tizim bo'yicha ushbu holatga asoslangan javob izlasa kerak deb o'ylayman. Hammaga o'zini misol deylik, ko'pchilik chiqishlar qilgan, xaltishdan xaltasal ichga kirib olib turgan shu Andijon shahar hokimi G'ofurjon aka, sizga aytmoqchiman, sizga. Men o'zi bir marta o'tgan yil borganimda siz mendan qochib ketdingiz, ko'rishmasdan turib. O'sha vaqtda sizga shu holatda aytmoqchi edim. Lekin siz men bilan uchrashaman deb uchrashmadingiz. Turli bahonalar bilan menga ko'rinish bermadingiz va meni qabul qilmadingiz. Meni qabul qilasizmi siz, hokim janoblari, masalan Andijon shahar hokimi G'ofurjon aka, sizga aytyapman. Menga farqi yo'q. Men blogerman. Prezident blogerlar adminiman. Bizning vazifamiz bitta. Prezidentimiz chiqargan farmon va qarorlarni, bergan topshiriqlarni bajarilishi uchun jamoatchilik nazorati haqida qonun asosida ish olib boramiz. Va kim bo'lishidan qat'iy nazar prezident farmon qarorlariga qarshi chiqqanlarni, bajarmaganlarni, konstitutsiyaga, qonunlarimizga itoat qilmagan kim bo'lishidan qat'iy hokim bilan boshqa bilan hammasini biz tanqidiy nishonimizga olamiz. Shuning uchun biz tez kunlar ichida yana Andijonga boramiz. Andijonga shu holatlarni yana o'rganamiz. Qanaqa bo'ldi, qanaqa bo'lmadi ekan. Mana men qo'l qoldim MCSga. Sirazi bordi, sirazi o'shalarni noqonuniyligini bildirdi, olib tashladi, barham berdi. Lekin MCS nahotki biz aytmaguncha buni sen o'zi ko'rmagan bo'lsa, nahotki o'tgan shu yerda nahot shahar hokimi, viloyat hokimi, viloyat prokurori, shahar prokurori shu yerdan o'tmasa, ko'rmasa, qonuniymi bu joy, noqonuniymi bu joy? O'rab qo'yilibdi. Shaharga chiroyiga bir qanaqadir pashsha deb o'qot bo'lmaylar, og'ir gapirsam. Xunuk bo'lib turibdi, bir tomonda 14-uyni o'rab qo'yibdi. Dog'dek ko'rinib turibdi. Lekin shu holatlarda ko'rish kerak, unga qanaqadir chora ko'rish kerak. Bu holatlar bo'yicha men o'ylashimcha, agarda 3,5 metr oldinga surilib ketgan bo'lsa, bu noqonuniy bo'ladi. Buni tegishli choralar ko'rish kerak bo'ladi. Lekin o'sha ilgarigi o'sha biz aytganimizdek, aytganlarimiz, misol o'sha Zero Max House'ning o'zini ulushlarini berish kerak. Sudlar ham bunga ahamiyat berish kerak. Sudlar shu vaqtda aytganda siz talab emassiz deydi.
qanaqa talab bermaydi? Ta'sischi u, shu firmaning ta'sischisi. Uni sudlarda gapirtirmagan buni. Mana sudlarni ko'rish kerak qanaqaligini. Iqtisodiy sudlar ko'rish kerak. Buni ma'muriy sudlar ko'rish kerak qanaqalik. Qonunlar ko'rish kerak buni. Lekin sudlarimizda ham yaxshi sudyalar bor. Mayli bir marta ko'rmaganda. Men o'sha General Max House'ning rahbariyatiga ta'sislar ketmoqchiman. Bo'shashmanglar. Andijonda noqonuniy ko'rgan ish bo'ladigan bo'lsa, respublikada yaxshi sudyalar bor. Juda yaxshi ko'radi hammasini. Dato'ba ko'radi. Hammasini. Shuning uchun Aziya Maxga qanday berilganligi, Aziya Maxning holatlari qanday bo'lgani haqida albatta bunga o'sha tegishli tashkilotlar o'zini bir fikrni aytsa kerak. Biz shu mavzuga yana qaytamiz.